Green Card dasturi qaytmoqda do'stlar. Bu haqda AQSh davlat departamenti xabar berdi. Xabarga ko'ra, joriy yilning oktyabr oyidan boshlab Green Card uchun arizalar berishingiz mumkin bo'ladi. Faqat ayrim o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. Bu haqda hozir men sizlarga o'qib eshittirib o'tib ketaman. Asosiy o'zgarishlar: endilikda talabgor amaldagi pasportga ega bo'lishi lozim hisoblanadi. Bundan tashqari, ro'yxatga o'tish vaqtida pasport egasining imzosi va surati tushirilgan birinchi sahifasining skanerlangan nusxasini yuklashlaringiz lozim. Ma'lumot uchun, dasturning avvalgi bosqichlarida Green Cardda ishtirok etish uchun faqat shaxsiy ma'lumotlar, ya'ni elektron pochta manzili, yashash joyi ma'lumoti, oilaviy ahvoli va farzandlari bo'lsa, ularning shaxsiy ma'lumotlarini taqdim etish kifoya edi. Shuningdek, anketada gender va yosh o'rniga talabgor jinsi va tug'ilgan sanasini ko'rsatadi. Ushbu o'zgarishlardan maqsad dasturdagi firibgarliklarni oldini olishga qaratilgan. Ana shunaqa gaplar. Ushbu videoni Green Card o'ynashni niyat qilgan yaqinlaringizga yuborib, hoziroq xabardor qilib qo'ying.